Cavit abi selam. Selam. Neçe halleringiz? Hallaringizga teglaringizda turibdan 4 yildan 5 tuzib plashi topilmay. Nindi sport bilan shug'ullanasiz? Spirtbol. Tatar yumurindagi 3 eng yaxshi artist. Javitdan qala. Shamqay, Ravil Sharafiy, Kamil Karimov, Almas Hamzin, Zulfat Hakim. Agarda sizni tag'in boshqa o'tqishga chaqirsalar, kiridan qaytar edingizmi? Qo'ytam, chaqirsalar. Lekin yoshlarga har vaqt yo'l beriga kerak. Rafil malades. Sizni qushamatingiz bormi? Bor, burun, shavka. Tag'in bor bitali. Qo'ysin. Nindi? Yashka. Bu qo'shamat tugul. Bu ish bilan ikkimiz orasindagina ul Sashka men yoshka bu qo'shamat tugul bu zo'rlab aytilib turgan so'z. Mana sizga kirashinlardan bir so'rov. Ne uchun siz so'nggi yillarda Petrovni olib bormisiz? Chaqirmaylar. Chaqirsalarda kuni to'g'ri kelmay. Men o'ylagan edim siz bayani zo'r qo'yasizdir deb. Men umr bo'yi o'qisha so'ray bilmadim. Ona ko'ra bizni yaratalar, chaqirib turalar. Mana sizning bitingda bir necha she'r jiyintiqlar bor, kitob. Allohga shukr. Qachon kirashaksiz Yozuvchilar birligine? Yo'q, chaqiruvchi yo'q. O'shamaydir. O'qimaylardir. Narsa sayısı intellektual showmi, illa endi shamaqaylanimi? Nushamag'at bunday zamonda men allani bosh ishlatib turmam endi. Mana rahatlanib, kulib, g'odiy, motor, mana shunday mazak yumr bo'lsa, mana men Aha. Kerakmagan yunlarni narsa bilan olasiz? kerakmagan jinlarnimi? Bir do'stim o'la ketgan, burun teshigidagi jinlar shuni qovizib qo'yamda, shuni shunaqana sirtqa topshirishga kelgan vaqtdagina. Yashashingizni bo'ysizmi? Buyim. Yilg'a iki. Sizga bir tabishmoq, buni erta bilan tutamiz, yo'qlar oldindan o'ynab yotamiz, ham u gil sholbar ichida. Narsa ol. Rahmat. Hadi men boshlatam endi. Telefon. Ayya? Tag'in so'roving bormi? Yo'q. Rahmat.